chiqqan tajribali advokat Fatigul Abduqodir. Qarshilamiz Fatigulada. Biz sevimlik do'stimiz Alini bugungi programmamizga ko'mak qildik. Qarshilamiz Ali. Xo'sh, ishqinglar bilan birlikda chiroyli qizlarning orzulariga quloq solaylik. Sahnimizga kelgan mehmon yigitlarni kutib olaylik. Qani, qizlar, sahnimizga marhamat. Salam, sahnimizning chiroyli gullari. Xush kelibsizlar. Sizlar bilan birlikda to'liq go'zal aslimlarni qoldiryapmiz. Qani, birinchi yigitni oldi bilan ekran orqali ko'rib boqaylik. Yaxshimsizlar do'stlar, ismim Hasanjon. Bu yil 33 yoshga kirdim. O'zim oilalar komitida ishlayman. Qiziqishim mashina haydab sayohat qilish. Bu sahnaga kelishlik maqsadim turmushni qizg'in suyadigan, oddiy sodda turmush bo'lsin, vaysimay kelgusi ishimdan amroq erishish. Qani, Hasanjon, marhamat. Yaxshimsiz Mayra? Yaxshimsiz. Yaxshimsizlar qizlar. Yaxshimsizlar ustozlar. Sahnimizda fikr ochiq, o'zining hayot qarashi aniq bo'lgan 8 nafar qiz turibdi. Ular bilan keng kushada mo'lishib, o'zaro ideya almashtirib baxsanglar bo'ladi. Bo'ldi. Qani. Men avval savol so'rab qo'yman. Endi o'rtaq savol. Men deyman, endi qizlar sizlar yotib bo'lgan chog'da cho'qqim ilqi o'zi pul deb bo'lgan burun ilqi eglik tiklab sharoit yaxshi mandan topamsizlar yoki endi ilqi to'y qilgandan keyin birga tirishib turmishib na eglik yaratib degandek statiptik o'g'illarni yoqtiramsizlar. Menchi bo'lganda mening ko'z qarashim to'y qilgandan keyin to'y qilib turmush qurgandan keyin texmi besim texmi eg'ir bo'ldi emasmi? Shu ashnaqa ideyada tayyorlik qilgan asosda azroq bo'lsa-mu turmushda texim qiynalmaslikni oldini olish uchun azroq bo'lsin pul yig'ib anondan keyin tang tirishsak 2 yil adam jabr tortib qolmasligi mumkin. Shuni o'ylaymiz. Men o'ylaymanki, endi men o'zim biramda kichik o'smir bir tijoratchida. Tijoratchi bo'lganki, bo'z muqim xizmati va bir adam birisi bilan to'y qilsam, endi uyimiz texim kerak, endi muqimroq bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Endi lekin bo'lsa tang tijorat qilib, keyin birga tang taraqqiy qilsak, bu texim yaxshi ish. Ammo unda bo'lmasa, birsimiz muqim xizmatda, birsimiz tijorat qilib savdo qilsak, bu bir yaxshi ahvol deb o'ylayman. Yaxshimi? Yaxshimisiz? Men o'ylayman, endi mening tanlaydigan odamim cho'qim mening ishim nisbatan cho'qim natija qozongan bo'lishi kerak. Menimcha, endi agarda utuq qozongan bo'lsin, bo'lmasin, men uchun baribir. Menimcha oldin qilsandim deb o'tdim. Asosliqda shu, agarda shu iglik tiklash yo'lida mengayotgan bo'lsa-mu, tirishchan bo'lsa, shunda qilib bosib o'taman deydigan irodasi bo'lsa, men shunga qoyil. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men o'ylayman, endi azroq bo'lsa-mu, keyingi turmushga azroq asos solgan ahvol ostida lekin to'y qilsam bo'ldi deb o'ylayman. Chunki masalan to'ydan keyin balniki, uyning bu xarajatlarimiz jiq bo'ldi-ku, shunga azroq o'zimizga tayyorlik bo'lsa, keyin bizmi qiynalmaymiz, lekin uydagilarga yo'llanmagan holatda o'zimiz mustaqil turmush qura olamiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men o'ylayman, mencha men yaxshi ko'radigan bir baldan cho'qim hamma jihatda iqtisodiy jihat yaxshi bo'lib ketishi natayin. Agar iqtisod jihati bizga to'van bo'lib qolsa, tang terishib qilsak bo'ldi. Yaxshimisiz? Mening nazarimda endi shu to'yning oldida, endi to'ydan keyingi turmushning kafolati uchun, endi hech bo'lmasa jabr tortib qolmaslik uchun, endi bir mezgillik yaxshi kunlarni o'tkazsak mayli, endi shuning oldida bir o'zimizga qarata bir azroq bo'lsa-mu bir iqtisodiy eglikimiz bo'lsa kerak deb o'ylayman. Rahmat. Endi men bir gap qilsam, men endi oilalar komitida ishlayman. Endi men odat ishim yengil ekan. Damaga vaqtlarimda bekor turmayman odatda. Maoshlarimni yig'ib, ish qilib to'y qilib yetkidak iqtisodmi qildim. Uyimni endi bo'lmoqchiman shu orada. Endi lekin jiqilqi to'ydan keyin necha yetkidak mana iqtisodim bo'lmasligi mumkin. Ish qilib to'yimni cho'nglarning kuchiga tayanmay, o'zimning kuchi bilan xotirjam o'tkazalayman. Shu endi mashinaning qizlar qanday qaraydi deb biz baxmoqchidim. Qanoatlangidek javob erishdim. Hasanjon, yesa tag'imi tugaydi. To'g'ri, to'g'ri. To'ydan keyin necha yetkidek iqtisod to'plash sizga nisbatan besim bo'lmasligi kerak. To'ydan keyinmi to'xtamay tirishish orqali
yana uzluksiz iqtisodni oshirg'ili bo'ladi. To'g'ri. Shundaq bu, ha? Qizlar, sizlarning Hasanjondan so'raydiganlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Sizdan bir savol so'rab baqsam, siz masalan o'zingiz yaxshi ko'rib yurgan qizingizga nisbatan o'riq semizlik, bo'yi egizligiga qaramsiz yo faqat ko'ngilga qaramsiz? Endi qaramayman desam yog'an gap bo'ldi. Amdaylikki o'zim biza ko'rdinglar, biza semiz samirib olgan. Men hamda asosan mashin bilan bek to'la yaplish ketman. Kunda 10 soat, hatto 15-16 soat mashinada qilma shu harakat oz bo'lganki biza semiz. Endi men o'ylayman, biza endi menga nisbatan o'riqroq bo'zga deyman, bu egizlik endi sabito bo'z bo'ldi endi bek egiz bo'lib ketmasimi, bek paka bo'lib ketmasimi? Masalan, bo'yi egizligi qanchalik o'lchamda bo'lsa deb o'ylaysiz? 1 metr 65-70 atrofida bo'z bo'ldi. Rahmat. Aholilar komitetining nimasi xizmati pek qaldirish haqiqatan. 2 kun ishlab 1 kun dam olsizlar deymi? Odatda meningki oqsab xizmati. Men 1 kun ishlab 1 kun dam olmayman. Sen to'liq mashinada bir narsalarni nima qildigan, mana ishlar bo'lgandan keyin ichki shofir bor odatda. Unda bo'lsa, masalan, qiz do'stingizning shu dam olgan kunlaringizda butun kuningizni qiz do'stingizga chiqarishni xohlamsiz yoki o'zingizning boshqa ishlarni qilib bo'lib, andan keyin 2 kunda bir qiz do'stingiz hamroh bo'lsam deb o'ylamsiz? Vaqtim chiqarishni xohlayman-da albatta. Qiz do'stimdan boshqa vaqtda andan keyin boshqa ishlaringizni eng avval qiz do'stimni o'ylashman. Tushunishlik bo'ldi. Hasanjon, odatda shunday yurishlik kostyum burilka kiyishni yaxshi ko'ramsiz yoki bugun sahnadagi qizlarni hurmat qilgan asosda o'zingiz shunday kiyib yurasizmi? Odatda shushan kiyimlarni kiyib yuraman. Ilqi mana murassimlarda shunday kiyimlarni kiyman, odatda to'l mashina yeydigandan keyin bu kostyum toza qo'lish bo'g'il bo'lmaydi-ku, odatda shushan kiyimlarni kiyib yuraman. Mana murassimlarga kelib qolsam, kostyumlarni kiyib kelaman. Siz ilaqi chiqroq vaqtda mashina haydayman dedingiz-a? To'g'ri. Masalan, sizniki mabdongizniki pravos bor deylik. Masalan, ishqalar bir yer chiqdinglar, siz ishdan tushdingiz o kuni. Bek yerib ketdi mashina sayda demsiz yo o'zingiz haydamsiz mashina? Ya xolisa haydigisi bo'lsa berma. Endi men haydayman, sen hayda desa o'zim haydayman. Yerib kelsingizmi mayli deb haydamsiz? Mayli deymanda qarshi taraf yo'l qo'yma. O'zining haydigisi bo'lsa, sen yanında o'tma hayday deb qolib qolsa. Masalan, sizning mabdoningizga mashina sizdek bunday qarab bunday ishtik haydayman bunda. Asta 30da 40da haydis ishchingiz pushmaydi. Ya, ichim pushmaydi. Odamning ilqi o'xshamaydi-ku. Men ba'zi vaqtda shunda asta haydayman. Ba'zi vaqtda ilqi genjo qo'zg'uluq qolsa bir xil hayda qo'yma ish qilib. Bu ilqi onunla anamanda aralashmayman odatda. Siz to'yliqqa qaraysiz. Masalan, to'yliq bermaymi? Bir uy tutib ketalaydi deb o'ylamsiz. Ya endi unda o'ylamayman endi. Shaxsan mening qarshimda ash qiznimi ota-onasi jafo tortib nima qildi. O to'yliqni bergan taqdirda baribir o'ziga ishiltgan bunga. Buni oladi. O ortiq yavolmaydi, pulni ortiq o'zi qajlolmaydi. Shu ikkimizning turmushiga o'zininki moddiy narsalarga ishiltadi, uni to'g'ri deb qarayman. Ammo nurg'un do'stlar dedi, masalan, to'yliq olmasa yoki to'y marki qilmasa, xuddi qizoliqqa ziyon tortib qolgandek, ashta to'yg'udi bo'ldi ekan deb. Shuni sizcha endi siz agar to'y qilib qolsangiz, to'yliq berasiz shunaqo? To'yliq berman. Mening ko'z qarashim endi to'yliq albatta muhim qizol uchunchi, lekin shu to'yliqni masalan, shu to'yliqni uyga masalan yangi uy olib qolsak, uyninki ziynatlashiga, anki uydagi narsalarni ilishga, shu narsalarga ishlasak, texmbek yaxshiga ishlatgan bo'lamdikin deb o'ylayman. Marhaba. Qiz tarafga bergan to'yliqni qiz shu oilaning ziynatlash yoki bo'lmasa turli ehtiyojli ishlarga sarf qilsam yaxshi bo'ldi deb o'ylamsiz? O'g'il qiz ikkisi shu pul, shu to'yliq pulni, anandagi o'g'ilning chiqqan pulni, anda qiz tarafmi ancha-muncha nima qildi-ku, chiqim qildi-ku. Ash pullarni hammasini yig'ib, uy oldiganga, oldin Allah to'laydigan pullar bor-ku. Ashlarga ishlasimi yoki bo'lmasa, andan uyni ziynatlaydiganga, ishchiga bir narsalarni oldiganga ishlatgan deyman. Mayli pek u pulni qizlar elib, oltin jabduqlarni elib
undaq qo'yib qo'yib undaqni bek nem qilmaydi ekanman. Har kim sharoitiga yarasha bumi to'yning yarashig'i deb o'ylaydiganlarmi bor. Sizga o'xshash ilg'or ideya bilan uni ilishning hojati yo'q. Uyga sarf qilsak arziydi deb qaraydiganlar bor. Bu endi shaxsning tanlashi. Lekin biz majburlab tangalaydigan ish emas. Rahmat singlim. Yaxshimisiz? Agar siz masalan to'y qilmoqchi bo'lgan qiz, masalan to'yning oldida va to'ydan keyin o'z kasbini yaxshi ko'rgan qiz bu endi. Masalan o'zining qilayotgan ishini bek yaxshi ko'rgan qizda, mushu qiz yana to'ydan burun, to'ydan keyingi kunlarda yana o'xshashdan o'zining xizmatini yaxshi qilish uchun aldirash bo'lib qolgan vaqtda siz qanday o'ylaysiz? Men qo'llayman. O'zining xizmat aldirash bo'lsa, vaqtim chiqsa yordam qila olsam, qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Demak, uningga hamdam bo'la olasiz. Hamdam bo'laman. Hasanjon, siz oilada bolalarning nechinchisi? Ben oila bolalarning uchun. Biz ham 3 o'g'il. Men bolalarning uchun. Ammanglar texi to'y qilmagan. To'y qilmadinglar. Demak, siz oilaga nisbatan birinchi qadamni besib berguchi edingiz. Ikki iningiz chuqum sizga qaraydi. Akam kichikroq to'y qilib kes bizga navbat keladi deydi-da. Shu. Endi siz o'zingizni kechikroq to'y qilgach hisoblamsiz yoki 33 yosh balkim endi vaqti keldi deb o'ylamsiz? Men o'zimga nisbatan endi iqtisodiy va boshqa sharoitlarda endi vaqti keldi deyman, lekin mening aloqina do'stlarim odatda asosan turmushlik bo'lib bo'lgan. Ularga nisbatan men kechikkan bo'lman endi. Ben birinchi sondan tortib ko'rayotgan, o'zim ishda o'ylashib balki bir nim kaplamgan. Shu bolalar ko'rib chiqib baqasam bir deb shularning gapiga kelib shu chiqqandan qatnashib qolganman. Endi men sahnaning o'zi turyapti sizda. Chiqqaningiz to'g'ri bo'ptimi sizcha? Mana shu to'g'ri bo'pti. Sizdan so'raydiganim, qanday qiz bolalar sizning ko'zingizga sat ko'rindi? Yolg'on gapni ko'proq qildigan, gapiga amal qilmaydigan qizlar sal yoqmaydi. Yolg'onchi. Endi Mayraning savoli kechikib to'y qilish qanday? Endi bir o'g'il bola uchun elib ketgan vaqtda 30 yosh, 29 deganlar muvofiq ma'lum nuqtada elib ketganda. Endi 33 yosh kechikib to'y qilishqimi kirmaydi, baldug'imi kirmaydi. Ammo endi qilmasimi bo'lmaydigan ish qilib, nayta bir muvofiq yosh deb qarayman. Demek ki 33 yaşta odam hiç olmaganda balalarcha qizg'in saqt muhabbatdan olqib mas'uliyatchanlik qurib turadigan muhabbatga qadam qo'ydi. Bunday aytganda salmoqlik bilan oladi degan gap. Shunga menimcha Hasanjonning yeshi nayta bir muvofiq yoshken deb o'yladim. Hasanjon, sizning kichik vaqtingizda ota-onangiz o'zi baqqanmi va yoki cho'ng dadlaringiz baqqanmi? O'zi baqqan cho'nglar. O'zi baqqanmi? Cho'ng dadlaringiz? Cho'ng dadam shu 13 yosh vaqtim tugab ketibdi ekan. Cho'ng onam oldingi yil 10 oylarda 1 yil bo'ldi, 1 yildan biza ochdi. Shu vaqt tugab ketdi. Yaqinda hisobda. Oldingi yilsi. 1 yil bo'ldi. Endi bu savolni so'rashim. Biz izchil ota-ona temisi, turmush temisi bilan ham shu o'ylanish munosabatiga doir savollarni ko'proq so'rdik. Yaqinda bir to'rdosh bir savol o'tirib qo'yibdi Patigilada. Navrlarningmi cho'ng opa, cho'ng dadlarini beqish mas'uliyati bo'lamdi deb. Munosabatlik qonun belgilamalari qarash iqtidori bor o'g'il qiz navrlarninki mush farzandi o'lib ketgan yoki farzandining qarash iqtidori bo'lmagan bu mu'minlarni qarash majburiyati bor deb aniq belgilangan. Endi buningda shuni ko'rishga bo'ladi, shu qarash iqtidori bor navrlarninki shu o'zining ota-onasi masalan shu bu mu'minninki navrining opasi yo dadasi tugab ketgan. Bu mu'minning farzandlari tugab ketgan ahvolda yoki farzandlari bo'lsa-mu o'zlariga qarash iqtidori bo'lmagan sharoit ostida o'g'il va qiz navrlarninki shu bu mu'minlarga qarash majburiyati bo'ldi. Rahmat Patigilada. To'y marosimlarida diqqat qilgan bo'lsak,
buvay momaylar bilan to'y bo'lgan qiz yigitlar alayda xatir suratga tushib oladi. Chunki hayotning ochiq haqiqatini hammamiz bilamiz. Har kim bu dunyoga mangulik mehmon emas. Tishlar tushib ketgan buvay momaylar navrilarga qarab ko'zimning yo'riqida to'yingni ko'rsam bo'ladi degandek arzu armonlarni qiladi. Sahnada turayotgan chiroyli qizlar, sizlarning qaysi biringlarning shundaq cho'ng opa, cho'ng dadlar ichida sizlarni to'y turmushiga tezroq bo'lsin, hayot vaqtimda to'y bo'lsin deb arzulayotganlar bor. Marhaba Nadiya. Qag'allarning cho'nglar tugab ketganmi? Demak, ish bo'lmaganda marhaba bilan Nadiyaning tabarruk cho'nglari bor ekan. Ular cho'qim sizlarning eng go'zal holatinglarni bo'libmi, to'ydagi baxtli turqinglarni cho'qim ko'gisi bor. Shundaqmi Nadiya? Odatda siz opangiz bilan ko'proq fikr almashtiramsiz, oilada dadangiz bilan ko'proq fikr almashtiramsiz? Odatda opam bilan ko'proq fikr almashtirman. Hamda dadamning biza ochiq yomon. Ba'zan gaplarni bunda deb o'g'cha bir ilqi chechilib qoldi-chu. Shuni bilan ko'proq vaqtda opam bilan fikr almashtirman. Sizni to'yni vaqtida qisi bo'ladi deb chechilib qolamdi yoki turmushda o'zi misol chashqunroqmi? Turmushda undoq emas, lekin shu men menga kelgan chaqda bek chechilib qoldi. Ish qilib dadam ko'p vaqtlarda qanday bo'ldi, anda deb so'rab turdi mendan. Dadam anda deb men og'zim tuvoqlab ma'man deya amal yo'q. Shu sal kechroq kelma odatda uydagilar uxlab bo'lganda, 5-qavatda uyamchu, qarab yiqib chiroq o'shganda astikirib yetib qo'ydim. Atiganda baldu chiqib ketma deganda. Chiroq bog'chaqda kirishsiz nisbatan besimdan, ha? Deymiz hamda ben cho'nglar bilan bilib turayotgandan keyin ba'zan chaqda mening kayfiyatim yaxshi bo'lmaydi. Ham bir kun charchab qolgan chaqda yilqi paranglar quloq qo'yishmaydi. Dada anda degandan keyin cho'nglar hurmatsizlik bo'lib qoldi. Shunga meni azroq vaqt ko'rsa sal gap so'zlam azroq bo'ldi deb qarayman. Bugun shunday shirin g'ayvat qilib oldik, ha? Amaliyot bu so'zlarni hozirning o'zi cho'nglar anglayotgan bo'lsa kerak. Ular anglagandan keyin cho'qim, Hasanjonni biz qistab qo'yg'ashqa uydimmi, sal qashqis kelib qopti deb cho'qim o'zlari haqidan o'ylanib qoladi deb o'ylayman. O'ylandi hamda men bu tul vaqtni ayrim uy ijara qilib chiqdimdan bir narsa qilay desam qarshi demoqchi. Sen to'y qilmay ayrim uyda tursang bo'lmaydi cho'qim. To'y qilgandan keyin anan ayrim tursa sen degan bala debchi. Menimda bizlar batxajroqchi, cho'nglar anadan ansirab qolamdi qandoq. Men shunda o'ylayman ba'zanda. Siz ko'zi ichilib ko'rgan tunji farzandi bo'lgandan keyin to'g'ri tushunaylik. Qani qizlar, savollaringlarni davomlashtiringlar. Masalan, ikkimiz aynib ketib barmiz, avayib aynib ketib barmiz. Mening putimda egiz boshliq oyoq bor. Tuyuqsiz pashnam sunib ketdi. Lekin men shu vaqtida sizga "Mina bosh qilsa" deb turasam, bosh qilamsiz ya bo'ldi, qeyrg'anni satlashmay bashdan chiqib ketaylik deysiz. Qeyrg'anda? Apash qilma. Bosh qilamsiz? Sizni tashlab kelib bo'lmasa hamda. Ya lekin mashinmi ba'da mashin to'rsaqmi bo'ldi hamda. Lekin men sizga cho'qim mina bosh qilsa deb turasam, bosh qilamsiz. Shuni xohlasangiz men cho'qim shuni qilma. Yo'lladiji qadamlar ba'da paras qilaylik. Mayli, ben xijil bo'lmayman deb tur. Xijil bo'lmabsiz. Uni bir romantiklik qo'yamdi. Asas maqsad shu. Rahmat. Masalan, shu hammamiz bilamiz, ota-onalarningki eng cho'ng g'ami mushu bolam yaxshi birisi bilan to'y qilgan. Kelgusida men yo'q vaqtlarda mushu bir baxtlik, xotirjam bir turmushi bo'lsin deb o'ylaydi ekan. Bu asosan butunlay ota-onalarning eng cho'ng g'ami ham orzusi. Endi mushu baxtlik, masalan, kelgusidagi baxtlik turmush bilan xotirjam turmushni siz qanday o'ylaysiz? Qanday bo'lsa shu baxtlik ham xotirjam turmushga erishgan bo'ladi? Bir-birini hurmat qilsa, bir-birini tushunsa, bir-birining eg'irini ko'tarib yashasa deyman. Bir-biriga yo'l qo'ya olsa biza vaqtlarda. Sizcha shuningda shu baxtlik, xotirjam turmush mening shunday bo'ldi, shundaqmi? Ali muallim, endi sizcha mushundoq bir masalan kelgusidagi turmushimizda, masalan ota-onalarimizning g'amini, endi eng cho'ng arzusi, ya'ni shu baxtlik turmush, xotirjam turmushga erishtirishda biz farzandlar qandayroq bir masalan mas'uliyatlarni, majburiyatlarni ado qilmoqda mush turmushga erisha olamiz? Biz psixik nuqtada odamlarni uyga qaytishga da'vat qilamiz. Uy deganni masalan siz
Uyingizdan chiqib, oldingiz qarab, mangdingiz, siz oldim qarab, men o'taman deysiz. Ammo siz uyingizdan jiroqlab ketasiz. Biz uni to'xta aqin qayt deymiz. Qarmoq u aq qaytayotgandek turgan bilan uyga qaytdi. Uning uyi nerede deganda, uning uyi dal o'zining ichida bo'ladi. U har bir xotirjamsizlikning, har bir bearamchilikning yildizi deb eng oxir ne qaytibsiz? Balalık qaytadi. Balalıqqa. Şuna bir turkum odam bir ömür o'zining balalıqdagi yarısını davolab o'tadi. Ba'zi odamlar cho'si bir ömür balalık orqali keyingi jarohatlarni saqaytibman. Demek siz bir bo'lsa hayatınızda balalıqdagi jarohatingizni davolaymi deb o'tsiz, bir bo'lsa sizning balalıqingiz, güzel balalıqingiz sizning uningdan keyin yuz bergan barliq jarohatlaringizni o'zligidan saqaytibman. Shuna siz mayli ota-onangiz qanchalik kuylang yoki qandaqlik qiling, yanla ularni xotirjam qilolmaysiz, o'zingizni xotirjam qilolmaysiz. Natija cho'tsa o'zingiz bir xil ayiblash xarakterlik nurg'un ballada o'zini gunohkor tuyg'usi shakllanib, ota-onamga yaxshi qarayolmadim deydigan bir xil tuyg'u mangu saqlanib qolgan gap. Shunga mening hamda sizga eng to'g'ri deydigan nimasi, siz ota-onangizni xushal qilmay, xotirjam qilman deykensiz, siz o'zingiz xotirjamlik tepishingiz kerak. Ya'ni shu xotirjamlikning o'zi ota-onani dal joyida xotirjam qila oladi degan gap. Asaldan odat nima tomoqlarni yaxshi ko'rdigandi? Odatda pek tamoq tala ketmayman men. Qani, marhaba. Hozir Mayradim sizni so'radim nima tomoq amroq deb. Men shuni so'ray deb turatdim. Siz masalanga tomoq yeb qolsangiz yo atigan nashta qilsangiz, hammani aralashtirib biraqlam yeyishni yaxshi ko'ramsiz yo birdan ta'min etib yeysiz? Masalan, atigan nashta qilganda oldingizda bal bor, murabba bor, iris bor, sarmay bor, qaymoq bor, atgan joy bor degandek. Ashlarni hammasini aralashtirib biraqlam yeyishni yaxshi ko'ramsiz yo hammani ta'min etib bir nonni yeb bunday yeyishni yaxshi ko'ramsiz? Ayrim tetib yeyishni yaxshi ko'raman. Masalan, tomoqni-chu, masalan 3-4 xil say bilan lag'man yoki bo'lmasa 3-4 xil say bilan guruch tamg'i yegan vaqtida hamma saylarni qo'shib, böyle guruch tamg'iga aralashtirib biroq yeyishni yaxshi ko'ramsiz yo bir sayni yeb bo'lib, bunday yeb bo'lib yana bir sayni yeb qolamsiz? Ayrim ilib, yeb bo'lib yana qayta silib degandek. Men buni bir kitobda ko'rganchu, erlar odatda işte saylarni aralashtirib, ankin nashta qilgandimcha hammani aralashtirib, umashtirma qilib Aslında yeyishni yaxshi ko'rsa, xarakteri kuchli, ankin mustaqil, ondan xizmatda kesib qozongan ayollarni yaxshi ko'rdi ekan. Shunga menda ayrim yeyishni yaxshi ko'radigan erlar nazik, ayollik nazokati va xizmatda beklar qozonib ketmasmish, oilaga kuyinadigan ayollarni yaxshi ko'rdi ekan. Shuni so'rab baqandim. Mesela siz bir kızla bilen jürdünüz, sizler toy kıldığanı bütüşdüğünler. Ama ki siz öğrenmekçi boğan vaxtınızda kız sizge deydi de Mina apam yalğız deyim, ben apam bilen bir məldə turuşni xalaydım, biz apam bilen bir məldən öy alsaq bulamdıdı, siz ona qana qaraysınız? Ben qoşulma. Onun apısı benim apam. Bolsa billa aldın, xabar elib. Farzandlik burchini ado qilish belsam bo'ldi. Demak, siz ash qizniki, lekin qizning ota-onasi bilan birga turishga qarshi, lekin yaqin atrofida bir malda o'ylab o'tirsan bo'ldi. Siz shu to'y qilsamkan degan deb o'ylagan qizlarningki mijoz xarakterini qandaroq bo'lsa deb o'ylaysiz? Bak ig'ir bo'lib ketmasa deyman. Ben izlemsem meni izlep tursam, ben izleymen de albatta. Hem de bazen kızlar ilki ünlüdardiga qilsak bu vaqtda javob qaytarmaydi. Telefon qilsak olmaydi. Bak aldirash vakit qilib qolsal aldirash qoldim deb. Men shunda qizg'in bo'lman, ma'musal qizg'inroq muomala qilsa deyman. Demak, qizg'inroq qizlarni yaxshi ko'rgansizda. To'g'ri. Havoda siz hozir bir qiz bilan yurdingiz. Yurgandan keyin u qizning tuyuqsiz opisi og'rib qoladi. Ay suyuda deb o'ylasak shu vaqtda u qizni siz iqtisodiy yetarlik deb o'ylaysiz. Lekin shunda eg'rak qolgan vaqtda navoda siz bo'lib qolsangiz qanday qilasiz? Iqtisodiyatni yordam qilaman. Ham o'zimning cho'nglarini ko'rgandek bir hamroh bo'lishib qarshi beraman.
Mesela izchil mesela ICU deganda odatda tishida cho'qim saqlab turdi emasmi? Cho'qim ash qizning yana hamroh bo'lib, dam ilib bo'lsin qaraysiz shunami? Tam hamroh bilan bo'lsin. birga qarayman. Rahmat. Agar Hasanjon ikkimiz to'y qilib ayrim uy tursiz shunaqmi? Ayrim uy tug'an vaqtida masalan meni momam o'zbek qilib cho'ng qilgan emasmi? Momamni akilib bir hafta 10 kun tug'izib qarab ancha-muncha bir yalan ko'sib aylantirib kelsam siz to'g'ri ko'ramsiz yo sal ig'ir tushib qoldi deb o'ylamsiz. To'g'ri ko'rma. Bu o'zimning vaqti chiqqan asosda birga hamroh bo'lib aylantirma sirtlarni. Rahmat. Bugungi savollardan men shunda xush bo'ldim. Haqiqiy turmushni cho'rdigan asosda albatta buningdan ilgirki sonlardimi bir-biridan kishini o'ylantiradigan savollar o'tirg'a tushgan. Endi bugungi savollar Hasanjon sizni faqat qiynaydigan doirada bo'lmadi. Sizga qizlar haqiqiy real turmushdan chiqib, o'zining amaliyatidan chiqib, yaxshi savollarni o'tirib qo'yib berdi. Cho'qim chiqishdan burun azroq tamtirgan. Biza tamtirgandim abaya. Qandaq Chunki men sizni hozir tamtirmaginingizning qo'lingizni kayniga tutib, shundaq rahat turg'uningizni his qilyapman-da. Boshqa o'g'il mehmonlar keladi, qo'lni ila olib boqadi, yili mundaq qilib boqadi, yili har xil holatlarni ko'ramiz. Lekin siz beshida chiqqanda shundaq jiddiylashgan qiyofada bara-bara qo'lingizni kayniga tutib, bu savollar oddiy savollar ekan. Bu savolga degan birdan javob berib o'tmadigan tuyg'u tura oldingizda. Meni qizlarga rahmat aytishingiz kerak. Rahmat sizlarga, juma qiynab qo'ymadinglar, xush bo'ldi. Ya men odatda bek tamtirib ketmayman menchu. Men bir ishni mayl xizmat bo'lsin, mayl oila bir xil bisim qo'yilishni xohlamayman menchu. Kayfiyatimni tizlab o'ngshalalayman odatda. Bo'ldi. Undaq bo'lsa, biz davom sizga fursat beraylik. Chunki chiroqlar hozir boshdan oxir yana sizning o'rindigingiz uchun saqlanib turibdi. Siz yana qizlardan so'raydiganlaringiz bo'lsa, o'zingizning turmushda yoqtirmaydigan tarafdan qizlardan bilib olganlaringiz bo'lsa so'rasangiz bo'ldi. Buni qizlar so'raversin-chu. Mening javob savolim yo'q. Bo'ldi? Qizlar. Sizning nazaringizda mushu odatda masalan siz muhabbatlashmoqchi bo'lgan qizlarningki eng qo'rqinchli deb o'ylaydigan tarafingiz qaysi taraf? Qizlarningki. Qizlarning aldamchilik. Men bilan yurib etib, yana birisidan xufiyona aralashib yurishni eng yoqtirmayman. Men uni bir deb bilgachki, umi meni bir deb bilan o'ssa deyman. Bo'ldi tugdi. Siz kunni kechliklarga ishdan tushib, uyga kirib, harduqingizni chiqargan ya issiq bir piyola choy ichib yotamsiz yoki qaynoq suvga putingizni chilab qo'yib yetishni yaxshi ko'ramsiz. Odatda men baldo'lam ishdan tushib ketaman. Mening xizmatim ancha jafoliq emas, lekin kirib qo'llarimni yuvib shu yotaman telefon qarab. Riloyat Alimalamiyani soddilik bir tarafini namoyanda qilyapti. Chunki ko'pincha o'g'illarga masalan biz hamda turmush tutayotgan yosh onalar bo'lish sifatimizda erlarni bak talto'kis tushunimiz deb aytamaymiz. Chunki bizmi bu hayotlikda yana o'rganguvchilar qatoridan. Lekin ko'pincha erlar qaynoq suv ichib yotadigan odatdan xilal jiroq, putunchilaydigan odatdan texmi jiroq. Bu yana qizlar turmushiga yaqin bir odatlarda riloyat yana turmush tajribasining kamligidan balki shunday so'ragan bo'lishi mumkin. Odam shu ayollarni psixologik tekshirganda eng seg'indiganimiz puroq bo'ldi amaliyotda. Har bir odamda o'ziga bilinmaydigan, ammo boshqalar his qila oladigan puroq bo'ldi. Ash puroq seg'indirdi deb qaraydi. Chunki tunji bola ota-ona quchog'iga oldi emasmi? Quchog'iga olgan vaqtda besizga zanishib burun qo'ltiq to'g'ri keldi uchun unda quchoq qolsa. Shu qo'ltiqqa kelgachga shu dadasi onasining puroqi mingisida tunji puroq sezimini shakllantirdi deb qaraydi. Shu eng oxirida bir ömür öy tutib ketganlar qandaq bo'ldi desa, qarshi taraf jo'risi ayni vaqtga bu vaqtning ota-onasining puroqiga o'xshash puroq qolgan vaqtda bu puroq mangu ashikisini birga saqlaydi deb qaraydi. Shunga siz degandek bu qizlarning hozirda to'y qilmagandan keyin andaq tasavvuri yo'q. Bir mo'may bo'yi ulab ketsa, kunda orji taqab uxlaydi. Kunda orji taqab uxlaydi. Bu mo'may ulab ketgan vaqtda qizi bu opam nimanlaydiganda desa, shu buvayning hayot vaqtidagi xo'rikini lo'yin qilib olib, lo'yinni xo'rikni anglaydi ekanda, mundaq qilib. Sizlar pop muzikalarni anglaysizlar, mood muzikalarni anglaysizlar.
Ama o mumay çötse, buvayının hayat vaktidagi xo'rikini anglab uxlaydigan gap. Xo'rik nurg'un odamlarni bearam qiladi. Ama bu mumay uchun buvayning xo'riki bir klassik muzika bo'ladigan gap. Shunga esingizda bo'lsin, nima go'zal emas. Buni siz bir odam bilan necha yil yashash jarayonida aningdan keyin his qilsin. Undaqda biz qizlarga oxirgi tanlash vaqtini bekitib beraylik. Afsus Hasanjon, bugun nayt ko'ngillik paranglashgan. Lekin qizlar oxirida yanala o'zininki arzu armoni yo'lida balkim o'ylaganlari bo'lishi mumkin, chiroqni o'chirib yetibdi. Meningcha bu ularning tanlashi. Mening buningga tayyorligim bor. Shundaqmi? Uttirish bo'lib turdi-ku. Yo'q, bu uttirish masalasiga yetmaydi deb qarayman. Siz hargizmi raqobatlashgan sahnaga chiqmagan? Siz faqat o'zingizni sinab baqdingiz. To'g'ri. O'zingizni yengib yiqish uchun, bu sahna turib yiqish uchunmi bir tavakkulchilik ketadi? To'g'ri. Qizlarning javobi garchi ko'ngildagidek bo'lmagani bilan, lekin bu sizga bo'lgan mas'uliyatchanligi, sizni hurmat qilgani. Rahmat Hasanjon. Bo'ldi. İşleriniz ko'ngillik bo'lsin. Ma'qul, sizlarga rahmat. Ustozlarga rahmat. Ma'qul emsa. Xayr. Yaxshimisizlar do'stlar? Bugun elchi programmasiga kelib shunda xush bo'ldim. Garchi chiroqlarning hammasi o'chib ketgan bo'lsa-mu, ham buningga ideya jihatda tayyorligim botdi. Lekin xush bo'lganim ustozlarning fikr talablari bo'ldi. Shunda yaxshi bo'lgan fikr talablarni berdi. Men bundan keyin texim tirishib, o'zimning hayot yo'lida billa ma'alaydigan kelgusdagi chüptümni tepishga tirishiman. Xo'sh, meningcha har qitim sahnaga chiqqan yigit quruq qo'l mang'anda sahnani bir xil buruqtirmuliq kayfiyat qaplab olgandek tuyg'ug'im kelib qolamiz. Men cho'nglar bilan elchini o'zim tomoshabin sifatida ko'rib baqqan vaqtimda voy isi chiroqlarning hammasi o'chib ketdi-ku degan qadrdan cho'nglarimni uchratdim. Ular bundaq natija chiqishini xohlamaydi. Lekin aldirmaylik. Cho'qim siz kutgan natija, farzandingizdan kutgan baxt balkim sizning atrofingizda his qilib bo'lmadingiz va yoki vaqt sayt kelmagandir. Qani qizlar, naqsh anglaylimi? Qadrdan ko'rmanlar, billa anglaylik.
chiroyli qizlar, endi sahnimizga qaraymiz. Ikkinchi mehmon zodi kimdir? Qarab baqayli-ya. Güzel kızlar, yaxşımısılar? Meni ekranda ko'rib, qandaq bo'ladi deb o'ylayotgansizlar. Men o'zimni ta'riflamay, faqat sahnadagi ifodam orqali javobga erishinglar. Uzun yil kiyim-kechak tijorati bilan shug'ullangan mendek yigitning pul tepishga ipi bo'lgan bilan, balkim muhabbatda tajriba yetersizlik sababli yoshim 28 yoshga kirib ketdimikin deb o'ylayman. Bundaq desam ansirab qolmanglar. Men sayohat qilishni pek yaxshi ko'raman. Güzel yerlerde ko'nglimdagi sirlarni birga yeyishimiz. Qani, Abdurazaq. Yaxshimsizlar, hurmatli ustozlar. Yaxshimsizlar, yaxshimsizlar, güzel qizlar. Abdurazaq, alti sahnasiga kelganingizni qarshi olamiz. O'zingizni kiyim-kechak tijorati bilan shug'ullanaman debsiz. Erlar kiyimini tutamsiz, ayollar kiyimini? Ayolchi kiyim, bolalar kiyim. Arancha, ayolcha, bolalar kiyimi hammasi bormi? Tayyor to'ptaqdimiz. Ha, tayyor kiyim to'ptaqsiz. Bu savdo bilan shug'ullanib qanchalik vaqt bo'ldi? 15 yil bo'ldi. 15 yil. Demak, bola vaqtingizdan boshlab bu savdoga kirishibsiz-da? Yo'q, men ilgari kichik tijoratdan boshladim. Hozir shu taraqqiy qildim deb o'ylagan tijoratim. Sizni yetaklaydigan uyda biror odam bormi? O'zingizning qiziqishi bilanmi? Ha, o'zimning qiziqishi bilan. Xo'sh, Abdurazaq, undaq bo'lsa, qizlar bilan qolgancha modashingiz bo'ldi. Sizmi qizlarni tushunib beqing, qizlarmi sizni albatta tushunishi kerak. Ma'qul, rahmat. Qizlar so'rasa bo'ldim. Siz 28 yoshga kirdim dedingiz-ku, burundan mushtaq semizmidingiz yo yaqinmasa? Burundan. Kichikligimdan marta. O'riqlash o'ylab baxtimiz masalan chiniq qizlarga berib, chiniqayib. Ha, tanarkat qiziqman chiniqotdan. Chiniq baxdingizmi? Ha. Qusqus kirmabdi-ku. Voy, kirdi hozirgada. Ha, buningda yo'qamidi? Ha, buningda so'rab ketdi. Bundan keyin chiniqay deb o'yladimsiz. Ha, davomli chiniqma. Chiniqishni yaxshi ko'raman. Bo'ldi, rahmat. Yaxshimisiz? Siz ishdan sirtqi vaqtlarda nima ishlarni yaxshi ko'rasiz? Nima ish qilishlarni? Tanarkat, chiniqishni. Yaxshimisiz? Navoda ikkimiz hamda yurib qolsak, siz birinchi bo'lib meni nega gapirishni o'ylaysiz? Masalan, tunji qitimliq bizning uchrashishimizni nega o'rinlashtirishni o'ylaysiz? O'zingizning ko'ngli qayerni xolis shu yerga gapirmanda. Yo'q. Sizga qarayman-da, albatta, nega mayag'varimiz ham uda qilamiz deb o'zingiz ampay qilamsiz yoki nega varsiz deb men. Endi bilinki shu vaqtdagi bir sharoitim bo'ldi-da. Shu vaqt sharoitim emas, yerdan birga o'rtoqlashimiz. Cho'qim ham hozir birga xato qilib qo'yibdim. O'zingizning ko'ngli xoligan yerga dedim. Endi siz ya sayyoga ya boshqa yerlarga deb qo'yib qolsangiz, shu vaqt sharoitlar bermay qo'yib qolsa yana. Birinchi qitimliq uchrashishda yabimiz men tezda mahon taklif qilsiz, ya qahvaxona taklif qilsiz, yabimiz kino ko'rish taklif qilsiz va yo'qsa kirib lag'mandan birini yeymiz deysiz degandek shu qaysi xilni tanlaysiz deb o'ylab. Sayyoqlikda degan bitan yo ko'rishiblar. O'mi bo'ladi juma, ashim bo'ladi. Hamda ma'lum men ko'nglingiz nani xolis shu yerga gapirman debdim emasman. Ada degandan keyin hali sirtga chiqib lakında o siz nima desangiz shuni degan sayyoq bilan deb o'g'amballichu shu qizlarning farzning sirtida ish qilish kerak. Farzning sirtidachu. Masalan, ma qiz dedi, "Yaxshan kafexonga yoki tiz tomoqxonga yoki bir joyga boshlab bordi deb seni oldin faraz qildi-da. Bu xil kinolar qiziqarli emas. Bilamiz-ku bunday qilib biz oldin faraz qila oladigan kinolar bizni qiziqtirmaydi. Biz manda o'ylasak, onda chiqsa, onda o'ylasak, manda chiqsa qiziqtirgandek o'g'illarni amaliyotda qizlarning qalbisiga kelgan ko'pincha kelib tavlu deymiz-ku. Normal tanlashlarning sirtidagi tanlashlarni topa olsang, bu texim qiziqarli bo'ladi-da. Degan to'g'ri, sayyoqlik etish kerak. Sayyoq etkazsang qaylar. Kundi kurishib tursa ketilmaydi aşağıdan. Asasiyat yiyit olsan deymiz uni. Bıraxlashadi to'yib tushib kelsalar, bu mu yaxshi ish? Bu ajab bir o'zgacha qolgan deydi. Hech bo'lmaganda sana diqqatni tortadi. Hech bo'lmaganda sen nurg'un bolalarning orasidan farqlanib tursan-da, farqlanish pek muhim. Mana qizlar, sayyoqqa keldik degan chambarak e'lonim chiqibdi bu yerda. Chunki qizbol degan maqtanishni yaxshi ko'rdi. Dostlarga po etishni. Demak, qizlarga shundaq dostlarga po atadigan, uydagilarga po atadigan azroq desmi sepamsan, yo'q narsadan po atqil olmaydi odam. Po etish degan nimasi? Bani cho'ngaytish. Shunga shundaq po atadigan, faxrlanadigan, po'chilik qiladigan fursatlarni yotib bersan, mana bu nima desa, texmo
seni yaxshi ko'rish nisbati yuqorilaydi demoqchi. Doim ularning o'ylig'indek qilsang, bu qizqarliq yeri bo'lmaydi, jalb qilish uchun ojizlar keladi. Sen cho'qim ashlarning farzining sirtida tanlashlarni ko'proq o'ylashlashing kerak. Mana mush vaqtda boturlik kerak, mush vaqtda dadillik, dadillik. Kiyim-kechak tijoratidan shug'ullanman dedingiz. Men bu kiyim-kechak tijoratidan shug'ullanman, qizlarning kiyimini. Sizning tijorat nerede? Xotanmi? Urumchida. Muqim Urumchida. Asli yurtim Xotan, lekin hozir Urumchida turib qolyapmiz. Masalan, siz to'y qilib qolsangiz Urumchida turman. Sizning cho'nglaringiz-chi? Meniki anamla bor cho'nglardan. Anam xalq o'qituvchisi. Anam xizmatlar aldirash, mening tanlashimga hurmat qildi, ammo anam ishonganga loyiq natija ko'rsatishga tirishman. Apangiz texi ta'minlashga chiqmadimi? Ha. Hozir xizmat o'rnidami? 1 yildan keyinmi? 1 yildan keyin ta'minlashga chiqsa, apangizni akib elish o'yingiz bormi yoki apangiz o'zi mustaqilroq yashashni xohlamdi? Akib olaman, lekin anam yana tanlasha qo'yman hamda. Birga turman balam deb qo'yib qolsa, birga turman, ayrim turay balam deb qo'yib qolsa, ayrim uylik qilib. Siz necha bola? Abdurazzoq? 3 bola. 3 bola. Siz cho'ngmi? Men cho'ngman. Qolgan ikki qarindishingiz Xotandami? Qarindishimning birisi hozir dorigarlik kasbida Dashoda o'qiyotdi, birisi yo'lishi bilan turmushma. Yaxshimisiz? Men bir savol so'ray. Endi men turmushda, endi reallikda biz o'ylab baxmagan ishlar bo'lib turdi-ku, yuz berdi. Agar shu to'y qilishda o'zingizning bir qizlar qo'ygan sharti bo'ldi-ku, masalan, bundoq bo'lsa, andoq bo'lsa, ya chiroyli bo'lsa, egri bisiq bo'lsa, bishini siqsoq qilsa degandek bir qator. Agarda siz shundoq bir shartlarni qo'yib, shundoq bir qiz chiqsa men to'y qilsam bo'ldi deb o'ylab yurgan kunlarning birida o'ylamagan yerdan shuning tubdan qarshi bir qizlarni siz yaxshi ko'rib qolsangiz, siz mush qiz bilan to'y qilamsiz yoki meyli o'zingizning xiyolidagi o'zingizning shartiga tushgan qizni izlamsiz? Endi men o'zimsel mas'uliyatchiroq, cho'qim ashunga yaxshi ko'rish sababimni qarayman-da, vaqtliq yaxshi ko'rmanmi buni yoki mashinasini deb yoki xizmat o'rnida yoki bir vaqtliq uning bir xushalik qilish nimasini deb yaxshi ko'rmanmi yoki cho'qim shuning bilan bir oila tutish uchunmi degandek savolni o'zim qo'yib, ashuningki qaysi taraf bir har ikkilimizga foydali, akilligimiz bir faxrlanarlik natija chiqadigan qarab nima qilamiz. Ali ma'lum hozir men Abdurazzoq vaqtliq yaxshi ko'rib qolsam degan bir gapni qilib qoldi. Bu hamda vaqtliq yaxshi ko'rib. Yo, vaqtliq emas, maqsadlik. Maqsadlik bilan vaqtliq, masalan, qanday yaxshi ko'rish maqsadlik vaqtliq bo'ldi? Bu ba'zi odamlar masalan o'zining ma'lum bir qiyinchiligini qarshi tarafning hal qila oladiganligini bilganda, o'zining qiyinchiligini hal qilish maqsadida qarshi tarafni yaxshi ko'radigan ahvollarmi mavjud bo'ladi. Biz buni muhtojlik deymiz-ku. Yani vaqtliq yaxshi ko'rish degan nima esa qiziqish. Qiziqishdan bo'ladi. Endi u qiziqish nemish qiziqish bo'lsa, siz masalan bir ko'rdi, uning kallasida bir rasm bo'ldi, sizni hargiz sizning hozirgi holatingizni bilmaydi u. O'zining kallasidagi bir odam deb qurash turadi. Sizlar aralash jarayonida, do'st bo'lish jarayonida barbara sizning amaliyot uning kallasidagi siz emas ekanligini his qilgan vaqtda bu xil qiziqish tabiiyla suslaydi degan gap. Ma'qul, rahmat. Gapingiz bo'lib qo'ydimi? Abdurazzoq, dadangiz Anam bilan dadam kichik vaqtda ajrashib ketgan. Lekin hayotmi? Hayot bor. Izdishamsizlar? İzdemayman asosan. Nima deganda bu anam bir ayol kishiga ikki bolani hamda u xatolashmaydigan odam yo'q ekan. O'zimning his qilishi. Xatolashdi ekan, lekin nimadir bir ayol kishiga ikki bolani tashlab qo'ygan odamga meninkini men kutamaydi ekan. U o'tmishlar 20 necha yilning oldidagi vaqtlarda bir ayol kishininki ikki bolani baqib ketishi osonga to'xtamaydi. Hozirgi vaqtda hozir masalan sahnadan tushsam, onamga telefon qilaman. Ana qanday tomoq yedingizmi? Masalan, shu asosli onamni o'ylayman men. Chunki meningki bugungi kunimning bo'lishiga onam sababchi. Oldu. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Men ibayqi so'zlaringizni anglab, rostga yaxshim sizdan bek suyundim-ku. Rahmat. Haqiqatan bir onaninki yolg'iz bir uydan mayli bir bol bo'lsin, ikki bol bo'lsin, chapatatib baxmaga asa emas-ku. Aşı ananızga rahmetimi bildirme. Bunun keyingi iştiraz yaxshi olsun. Salam ayting deganni qo'shib qo'ysangiz. Ananızga cho'qim men de salam aytib qo'yam.
To'g'ri. Chunki sizning apangizga bo'lgan hurmatingiz albatta hammamizni suyundirdi. Apangiz sizning bog'voningiz, sizga oziq bergan, sizni daraxt qilib yetishtirgan bir layoqatli bog'von. Hamda sizningki balaligingiz haqidagi aslamlaringizni ko'p eslatgimiz kelmadi, Abdurazaq. Biz yana bugungi cho'kayli. Xo'sh, undaq bo'lsa, qizlardan o'zingizning yana inchiklabroq so'rab bilib olgan nuqtalaringiz bo'lsa, yana davomli so'rasangiz bo'ladi. Hamda hozir odamning sharoiti o'xshash olmaydi ekan. Sharoit qarabroq chiqim qilishga qizlarning bo'lgan qarashi qanday ekan, shuni bilib olsak. Yotqan qarab putsini chiqarda qizlarning ko'z qarashi qanday? Men bu fikringizni qo'shilaman. Chunki bir oilaga kirgandan keyin aralashqandagi vaqt bilan turmush qurgandagi vaqt o'xshamaydi. Bisim eg'irlashudi emasmi? Unda bo'lgandan keyin turmush qurgandan keyin 10 kun xashlaydiganiga 5 kun xashlash kerak. Yo'ldoshi 20 kun bas 10 kunni xashlab 10 kun tiqib qo'ysa vaqt soat kelsa shu 10 kun emas qatidi deb o'ylayman. Rahmat. Ya'ni o'xshamaydigan ko'z qarashdagi qizlar bormi? Siz o'ylanib turing, qizlarmi o'zininki savollar haqida o'ylanib tursin. Yaqinda bundaq bir ish bo'libdi Fatigularda. Ma'lum bir iqtisodiy ixtilof dilosi qarta A tarafga B tarafga manchi pul beradi deb kesim e'lon qilinib o'tdi. Lekin A taraf izchil B tarafga beradigan bu iqtisodni kayniga surib, muhlat to'shqandimi hatto bermay oxirida faqat bermaydigan holatga o'tyapti. Mushundaq ahvol ostida B taraf o'zining qonunli huquq manfaatini qanday qo'g'daydi? Bu ikki taraf o'tirishidagi iqtisodiy majroni xalq sud mahkamasi bir taraf qilib, buning qarta hukm chiqargan yoki taraflar kelishgan bo'lsa, kelishimnoma chiqargan. Endi mushu ixtilof hukmnomasi bo'lsin yoki shu ixtilof kelishimnomasi kuchga ega bo'lgan bo'lsa-mu, bu majburiyatni ado qilish taraf majburiyatni ado qilmabdi. Buning uchun qanday qilish kerak deganda, qonun hujjat kuchga ega bo'lgan bo'lsa-mu, majburiyatni ado qilish taraf o'zining majburiyatini o'zligidan ado qilmasa, huquqni tashabbus qiladigan taraf xalq sud mahkamasiga mushu qonun hujjatni degi mazmunlarni majburiy ijro qilib berish to'g'risida sud mahkamasiga iltimos sunsa bo'ladi. İltimos sungandan keyin sud mahkamalarininki mushu ijro idorasi bor. Bular mushu majburiyat ado qilmagan tarafning, ya'ni majburiy ijro qilinuvchi tarafning mol mulkini tekshirib, majburlash tadbirlarini qo'llanib, qonun bo'yicha majburiyatni ado qilmagan tarafning majburiyatni ado qilishini buyuradi. Endi mushu yuqorqi ahvoldagi kishilar qarshi taraf majburiyat ado qilmagan bo'lsa, sud mahkamasiga majburiy ijro qilib berish to'g'risida iltimos sunib, o'zininki huquqini qo'g'disi bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat Fatigularda. Qani Abdurazaq, savolingiz haqida o'ylanib qoldingiz balkim? Men o'ylayman, mushu samimiyat davomlashgan turmush kelgusi eng yaxshi chiqadigan, natijasi yaxshi chiqadigan turmush degan qaradam. Demak, qizlardan eng avval sizning kutadiganingiz samimiy bo'lish. Turmushga kelgusidagi jo'risiga, ya'ni hamroyiga, farzandlarga, hammaga samimiy bo'lish. Qizlarchi, sizlar qanday qilib ko'z qarashda? Men shu rostchil samimiy bo'lsa. O'xshash ko'z qarashda sizlarda, bo'ldi. O deganingiz to'g'ri, lekin ba'zi ahvollarda masalan o'zing yaxshi ko'rgan odamininki ko'ngli og'ritmaslik uchun bo'lsin, ba'zi yolg'on gapirib qoldi. Masalan, ikkimiz turmush qurdik deylik, men sizdan beso'roq ruxsatsizlar mamdi bir uyga kirgandan keyin pul ikkimizdan tam bo'ldi. Siz topgan pul men saqladim deb turaylik. Men sizdan beso'roqlam shundoq do'stimning beshiga kun tushgan bir do'stimga pul berib turdim. Siz uni keyin bilib qilib mendan ranjisizda, lekin men sizga uni demadim. Nimishqa? Men sizning ko'nglingizni ranjitishni xohlamayman. Ham yana bir tarafdan qarshi tarafga yordam qilgan bo'lma. Yig'ib aytgani bu bir xil samimiyatsizlik kiramdi yo Çoxum samimiyatsizlik kirdi. Nimishqa deganda bu sizdan biz bir oilada çoxum o'rtoqlashish kerak. Mayli o do'stingizning olsun, mayli boshqalarning olsun. Albatta o siz do'stimni bo'lsa kunchibdi dedingiz emasmi?
Do'stingiz bilan siz ayrim uyda. Do'stingiz qaraganda biz siz bilan ichki omil hisobda. Endi u mening bakliqi yaqin qarindishim bo'lmaganki, men sizni cho'qim unumaydi deb o'ylablam, ben bir keyin o'rnini to'liqlab qo'yma deydigan ideya bo'ldi-da. Unda bo'lganki, men demayli berib qo'ygandan keyin shu hisobda yana men sizning ko'nglingiz aygan bo'lma, bir tarafda yana qarshi tarafga yordam qila olgan bo'lma deb o'ylayman. Bu samimiyatsizlik kiramdi. Kechiramsiz, kechirmamsiz. Cho'qim men bundan keyin bundaq qilmang, mashta men qattiq xafa bo'ldim deb cho'qim sizni ig'ir xafa bo'lganligimga ogohlantirish beraman. Lekin shunday qilsangiz davomlashishni xohlamayman. Qattiq ig'ir xafalar ketamsiz? Cho'qim ig'ir xafa bo'layman. Nima ish deganda, kichik ishlardan cho'ng ishlar chiqadi. Kichik ishlar sal qaragan sabablik cho'ng ishlar kamaydi, digilolmaydi. Shu kichik ishlar boshlansa qanday qilishni deb shuni o'ylayman o'zimning. Rahmat, tushunishib bo'ldi. Siz odatda uyning ko'proq yukini ko'taradigan o'g'ilmi? Ha. Kayningizga qarindishingizning o'qish rasxodlarini hamda opangiz ko'proq o'z ustiga olamdi, siz o'zingiz ustiga olamsiz? Hamda opammi qiladi, men o'zim bir shirkat qonun vakili o'zim qo'l shirkat bor. Men o'zim olaman, hamda nimishqa shu bir bolaning yaramli odam qilib tarbiyalash opamning mening masalan. Chunki opamni cheklab qo'ysam, shu opamning o'zining bir ko'ngli bor shu singlimga. Men berman, opam berdi, anandan keyin singlimga deyman, samimiy bo'l. Başqa gap ketmaydi aqchan. Samimiy bo'lgan odamga cho'qim boshqa gap ketmaydi. Mayli qanday vaqtda qo'limdan keladigan, qanday yordamga ehtiyoj qolsang, dadangmi men, akangmi men, boshqa nimangmi men bo'ldi. Samimiy bo'l. Qanday vaqtda nimaga ehtiyoj bo'lsang, menda bor deb boshqa qizimga shunda singlimga shunda talab qo'yaylik. Savdo tijoratdimi? Mayli xaridaga bo'lgan muomalada bo'lsin, mayli o'zingizning hamkorlashuvchilarga bo'lgan muomalada bo'lsin, sizmi ularga samimiy muomala qilamsiz? Cho'qim samimiy muomala qilaman. Nima deganda, shirkat deganninki pay chek o'rlaydigan nima bo'ldi. Samimiy bo'lgan muomaladan kelgusi taraqqiyotga bo'lgan yuzlanish tez bo'ladi. Andan keyin samimiylik degan har yak barsaq o'tidi hamda. Biz uni oldida yaqarab qolmaymiz. Hozir siz to'yning oldidagi masalan uy elish degandek ishlaringizni tamomlab bo'ldingizmi? Urumchidan uy olib bo'ldingizmi? Ijara lekin ma turmushliq bo'lgandan keyin yoki bulash oldidan masalan ma vaqtda turmush qurmaydigan vaqtda cho'qim uy olaman. Hozircha ijara uyda o'tiryapsiz. Lekin mablag'ingiz yetarlik uy elishga bor. Bo'ldi. Afsus Abdurazaq, siz bilan ko'ngilli suhbatlashdik. Siz ham sizning oilangiz orqali samimiyatni talab qiladigan bir oqko'ngil yigit bilan o'zaro fikr almashtirdik. Afsus qizlar hamda chiroqni o'chirib yetib qoldi. Menimcha bu sizga nisbatan bir qitimliq o'zingiz haqida, sizning kelgusidagi jo'ringiz haqida yaxshi bir o'ylanish fursati. To'g'ri. Men Zubayda qizdan bir savol so'rab boqay. Mushu Abdurazaq amaliyotda siz yaxshi ko'radigan tipchi xarakteriga kirdimi? Yaz xarakterlari, jushqunlik hammasi kirdi. Endi mening sizning nemishqa chiroq o'chirib o'tgan sababingizni bilgim kelyapti. Birinchi sabab bo'lsa, Abdurazaqmi o'z tijorat qildiga. Menmi tijorat qilgan 2 yilimiz oldirash odamlar bo'lib qolamdi. Qunuz kiyim-kechak tijoratga mening girim bo'yim bo'lgankin, ikkimizning sal mos kelmay qolamizmiki deb o'yladim. Birinchi sabab. Ikkinchi sabab endi Abdurazaqmi uyda uyning cho'ng ekan, menmi uyda uyning cho'ng'ichu. 2 yilimizning bisimi yomon yig'ir ekan, qarab baqsam. Andan keyin bu kimningmi 2 yilimiz ham bir-birimiz bisim birsimizning o'zim bisim sal yenikroq bo'lsa, mening bisimim yig'irlab ketganda, mening yo'ldashim bo'g'ich Hamroyim mening bisimimni yeniklatib bersa deyman. 2 yilimizning bisimi yig'ir, ikkimiz bir uyga kirib shundan uyni o'rtib qivatmayli deb o'yladim shu. Tushundim. Merhaba qizdan so'rab qo'y. Endi shu siz bir o'g'il bolani masalan tizli tanlashda cho'qim har qanday bir qiz bolaning tizli tanlaydigan bir nuqtasi bo'ldi-ku. Siz qayda tipdagi o'g'il bolani masalan tizlar mushunlar muhabbet qilib ko'rib baqsam bo'ldi deb qaraysiz? Pishib yetilgan, bir qarashda bir odamga bir xilliqi ishish tuyg'usi beradigan bolalarni izladim. Demak siz yanli sho'x bolalarni emas,
Yalnız siz da qarasa amaliyotda nurg'un vaqtda biz o'zimizning nimalarni yaxshi ko'rganini bilmaymiz. Biz endi o'ylaymiz, men manda olgandikin mandaq mas keldi deb. Amaliyot yaxshi ko'rish bo'lsa bu xil logikaga qat'iy bo'ysunmaydi. Yaxshi ko'rish hech qanday logikaga bo'ysunmaydi. U faqat nima esa sizda bo'lgan bir xil sezim. Demak siz yanla bir xilalaqa sizni yetaklaydigan, sizga bir qanot ulalaydigan, sizni qo'g'daydigan bir ballag'a jalb bo'ldi ekansizda, shundami? Bundoqcha aytganda Ali, marhaba, aqlliq tuyg'usini his qildira oladigan yoki dadillik tuyg'usini his qildira oladigan o'g'illarni izlaydi ekan. Nadiyadan so'rab baqay. Endi sizmi shu armoylar chiqqandan yo'g'i sizning asosiy jihatdan maydoningiz qanday holatda etsa, tanlamasliklar. Herkes elaqa anglab bo'lgandan keyin tanlamaslik emas, tanlamaslikni tanlab bulab anglayapsiz nurg'un ballarning gapini-da. Bu nuqta ilib etgan vaqtda sizning shu sahnada qandaq bir alayda bir bala chiqib qolsa, masalan, sizning shu tanlamaslik qaroringizni o'zgartira olish mumkin. Yoki siz hech kimni tanlamaslik uchun chiqdingizmi? Birliğiniz gaplarni tushuntirsam, men iliqi xohlaydigan yoki mening xiyolimga yaxshi ko'radigan bolalar yo'q. Masalan, siz mening chelib aytgan vaqt o'zingizda yesh kichik balani yaxshi ko'ra qolsiz. Men shunda ko'pincha vaqtlar shunda tuyg'u bo'ladi, ya shunda bo'ladi sizda. Bu nay tabiiy ahvol. Unda olgandan keyin siz bu xil biz buni nima deymiz degan vaqt buni bir kvantum an'anaviy bo'lmagan yaxshi ko'rishda balkim siz bu xil xarakteringizdan xijil bo'lishingiz mumkin, ammo buningda xijil bo'lishning hech qanday hojati yo'q. Bumi bir xil odamlar tipi. Rahmat Ali. Agar xohlasangiz biz yana davomli sizni elchi sahnasida kutamiz. Bo'ldi. Rahmat. Apangizga salom aytdik. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi. Ma'qul. Ma'qul. Xayransa. Aman bo'ling. Savdingiz yurishlik bo'lsin. Bo'ldi. Ma'qul, hammaga xo'sh. Yaxshimisilar, kanalda ko'rman do'stlar. O'zimga bir yaxshi sirdosh tepish maqsadida sahnaga chiqaydim. Tajribam yetarlilik sababmi va yoki boshqa sababni bilmadim, chiroqlar o'chib ketib qoldi. Buningda mening ko'nglim yerim bo'lmaydi. Men qonuniy jihatdan, psixik jihatdan o'zim his qilib boqmagan yangilik bilimlarga ega bo'ldim. Mush programmani o'rlashtirgan munosabatli ko'rlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Nayt yaxshi bir programma bo'ldi. Rahmat. Samimiyat qayt ta'kidlangan bugungi sonimizda biz albatta tomoshabin do'stlarimizga shuni yetkazmoqchimiz. Elchi programmamizga qatnashishning oldingi shartimi samimiyat. Siz cho'qim jo'risiz bo'ytaq bo'lishingiz, qonun bo'yicha o'ylanish yeshiga yetgan bo'lishingiz kerak. Aldı bilan o'zingizni aldamasligingiz, sizga ishongan bizni aldamasligingiz kerak. Bizmi shu samimiyatni talab qilib turib programmamizning ishigini sizga qarta ichivatdik. Qadrli ko'rman do'stlar, elchi programmamizning tajdorligini Xinjiang o'zchin yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Elchi programmamizni G'oljik Gultosh yemak-ichmak